Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammed ve alihi ve ashabihi ecmain. Ama ba'du. Esselamu aleyküm sabakdaşlar. Bugünkü dersimiz El-Munada, El-Mudab ila ya'il mutakellim. Birinci şahsın ya'sqa muzab bo'lgan munada degan ders bo'ldi. Biz aldıda birinci şahsın ya'sqa muzab bo'lgan ismlar haqida to'xtalib bo'lgan. Endi bugungi birinci şahsın ya'sqa muzab bo'lgan munada haqida to'xtalamiz. Bu haqda musannif rahimahulloh mundaq deydi: "Vec'al munadan sahha in yuzab liya ka'abdi abdi abda abda abdiya." Siz sahih bo'lgan munadani agar u birinchi shaxsning ya'sqa muzab bo'lgan bo'lsa, abdi abdi abda abda abdiyaga o'xshash qiling. Endi musannif deydi vec'al munadan sahha dedi. Sahih bo'lgan munada degan gapdan munada sahih, munada mu'tal deb ikkiga bo'linadi. Demak, mutakallimning ya'sqa muzab bo'lgan ism bu yoki sahih ism bo'lib muzab bo'ladi, yoki illatlik ism bo'lib, yana oxirini arabcha o'lchimogan fa'aladiki lamning barobarida harflar to'g'an illatlik ism bo'ladi. Agar u mutakallimning ya'sqa muzab bo'lgan ism sahih ism bo'lmay, oxiri illal mu'tal bo'lsa, mu'tal deganimiz masalan qoziga o'xshash. Masalan qodi degan ismni mutakallimning ya'sqa muzab qilsak, qodiya deydik. Buni endi munada qilsak ya qodiya deymiz. O'xshash. Endi yoki tasniy ismlarga o'xshash. Kitabani. Masalan kitabaya, mening ish kitobim deganga o'xshash. G'ulamani, mening ish xizmatchim. Endi buni munada qilsak, ya g'ulamayya, mening ish xizmatchim deganga o'xshash. Mana. Endi ya jami muzakkar salim deymiz, masalan muslimuna. Muslimuna bo'lsa, endi mening musulmonlarim bo'lsa, muslimiya o'tdi. Endi bu muslimuna degan so'z munada bo'lib, mutakallim ya'sqa muzab bo'lsa, ya muslimiya bo'ladi. Demak, buning gapi allaqachon bekda chiqib bo'lgan. Masalan, pataga o'xshash bo'lsa, ya pataya. Hazihi pataya ya pataya. Hazihi qadiya ya qadiya o'xshash. Shu mutakallim ya'sqa muzab bo'lganda qanday hukm berilgan bo'lsa, mushayyadan buning hukmi o'xshash bo'ladi. Agar munada anda oxirida illatlik ism bo'lmay, munada sahih bo'lgan munada bo'lsa, ismi sahih bo'lgan bo'lsa, bu chaqda bu g'ulamiga o'xshash bo'ladi. G'ulami munada masalan g'ulam degan so'z muzab bo'lganda ya g'ulami deydik, ya g'ulamiya, ya g'ulami degandek buningda 5 yo'l durust. Abdi, ya g'ulami, ya abdi, ya abdi, ya abda, ya abda, ya abdiya deganga o'xshash 5 yo'l durust. Birinchi yo'l mutakallimning ya'si tashlanadi, kasri tashlangan yaga dalolat qiluvchi bo'lgan holatda qolib qoladi, ya abdi, ya g'ulami deganga o'xshash bo'ladi. Ikkinchisi mishada endi ya abdi yoki ya g'ulami bo'lsa, ya harfinida g'ulami munada mudab mansub, chunki munada muzab bo'lsa mansub bo'ldi. Shunga g'ulami munada mudab mansub alamatun nasbi al-fatha al-muqaddara ala ma qabli ya'il mutakallim al-mahdub lit-takhfif deymiz. Yengillikning jihatidan tashlangan mutakallimning ya'sining oldida ba deb qaralgan, mutakallimning ya'sining oldingi harfning ustida ba deb qaralgan fatha bilan uning nasbi qilib kelgan deymiz. Masalan ya g'ulami desak, ya mishada g'ulami munada mansub alamat nasbi al-fatha al-muqaddara ala al-mim, yine qabla
ya'il mutakallim ya'il mutakallim el mahzub nimishqa littahbib deymiz. Ya gulami degan o'xshash. Birinchi yo'l bu. Ikkinchisi isbatul ya sakina. Ya gulami, ya abdi deganga o'xshash, ya'ni sukun holatda isbotlab keltiramiz. Üçüncü yo'l ya abda deb mutakallimning ya'sini ya abda deymiz, ya gulama deganga o'xshash, mutakallimning ya'si ilipga yo'tkiladi. İlipga yo'tkilib ve o taşlanadi. Fatha uning dalolat qiluvchi tashlangan ya'dan yo'tkalgan ilipga dalolat qiluvchi bo'lgan holatda qolib qoladi. Ya abda. Asli ya abdi de. Mutakallimning ya'si ilipga yo'tkaldi ve ilipga yo'tkilib qo'shilgan chaqda mutakallim ilipning oldi zibar o'sud deb ya abda deb dalning ziri ya abdidagi zir zibarga yo'tkaldi. Ya abdi desek ya ilipga yo'tkaldi, dalning harakati bo'lgan kasra zibarga yo'tkal, o'sha zibar o'qilgan bo'ladi. Zibarlik holatida qolib qoladi. Ya abda deb ya harfida abda munada mudaf ila ya'il mutakallim al mahzub deymiz. Yoki alamatun nasbi al pad ya gulama ya abda desek gulama munada mansub munada mudaf mansub alamatun nasbi al fatha az zahira ya'il mutakallim şu ilipga yo'tkalgan mutakallimning ya'si tashlangan muzafin ilay deb qaraymiz. Dördüncü yol ya abda olsa mutakallimning ya'si elipga yo'tkilib o'z pati qolib qolgan shakl. Ya gulama, ya abda deganga o'xshash. Chunki mutakallimning ya'si ilipga yo'tkalgandan keyin tabiiy holatda o ilipning oldingi so'z zibar o'qiladi-da, o muzab bo'lgandan keyin. Beshinchi yo'l ya abdiya, ya gulamiya deganga o'xshash, mutakallimning ya'sini fatalik holatda keltirish. Ya ibadiya deganga o'xshash. Ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim deb kelganga o'xshash. Bu chaqda ya abdiya bo'lsa, ya gulamiya bo'lsa, ya harfini da abdiya, abdi munada mudaf mansub alamatun nasbi al fatha al muqaddara ala qabli ya'il mutakallim deymiz. Mana bu mutakallimning ya'siga muzab bo'lgan ismniki 5 xil i'rob. Endi mutakallimning ya'siga muzab bo'lgan ism agar ab yoki so'zining g'ayri bo'lsa, ya'ni asmaul xamsa bo'lsa, qandoq bo'ladi? Uning g'ayri bo'lsa qandoq bo'ladi degan haqda to'xtalamiz. Bu vaqtda musannif rahimahulloh bundoq deydi. Wa fathun aw kasrun wa hazful yastamarra fi yabna ummi yabna ammi la mafarra. Fatha o'qish yoki kasr o'qish va yani tashlash davom qildi. Yabni ummida yoki yabni ammida buningdan qochish yo'q. Buningdan boshqa amal yo'q. Ya ibni ummi, ya ibni umma deymiz. Mutakallimning ya'si tashlanadi. Ya asli ya ibni ummi, apamning balasi, tag'amning balasi, yabni ammi, tag'amning balasi degan bo'ldi. Mutakallimning ya'si tashlandi. Uningdan keyin yabni umma, ya ibni umma desakmi yoki ya ibna ummi desakmi bo'ladi. Ya ibna ammi, ya ibna amma desakmi bo'ladi. Ammo ya pashlik holati asosi zaif qarashda mavjud. Bu nima demakchi desam, asli mutakallimning ya'siga muzab bo'lgan munada mutakallimning ya'siga muzab bo'lgan chaqda ya'ni fatalik holat isbotlash ya sakinlik holat isbotlash
vacipti. Mesela yabni ahi, ey qarindishimning balasi, yabni xali, qarindishim tağamning o'g'li deganga o'xshaydi. Lekin munada ibn bo'lsa yoki ibn am bo'lsa, buningda ikki yo'l durust deydi. Birinchisi mutakallimning yasini tashlash va mutakallimning yasini oldin qaribni kasrlik biti tashlangan yog'i dalolat qilsin deb qoldirish. Yabni ummi, yabni ammi deganga o'xshash. İkincisi mutakallimning yasini tashlaymiz. O mutakallimning yasini alif yo'tkab bo'lganlikin. Birinchi shaxsda birin ya yabni ummi olsak, ummi deganda mutakallimning yasini alif yo'tkaymiz. Alif yo'tkab mutakallimning yasini alif yo'tkab bo'lgandan keyin an tashlab o'tildi. Kasra uning oldingi kasra shu mutakallimning yasini oldingi ummining kasrasi fataga yo'tkiladi. Ya İbne umme oldu. İbne ummiydi. Yani ilip yo'tkab ya İbne umma olab bo'lgandan ya İbne umme bo'lgandan ilip tashlanib shu fatalik holatga qolib qoldi. Ya İbne umme ya İbne amma deb bu holatga qolib qoladi. Mana bu İbne ve ummu so'zlarininki munada bo'lish ahvoli. Demak, İbne ummining i'robi to'xtalsa, yabni umma deb İbne munada badab qaralgan ibn umma desek ibn munada mansub alamatun nasb nimishqa desa chunki muzaf bo'lg'achqa ibn munada mansub li'annahu mudaf alamatun nasb chunki tushum kirish alamati al fatha az-zahira mudaf al mudafun ilay bil fatha مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة مضاف إليه بالفتحة فتحة ولن كأن مضاف إليه أما بعد قرالغان كسرن إجل كلشلاب كلدو çünkü onunki kesrin aşkar buluştun şu ya ilip yötkelgellik cihetin onunki kesir okuluşu çeklengen dep qarladı. Tahbibning cihetin ilip taşlangan. Mana bu mutakallimning yası. Deki ibni ve ummu so'zininki munada bo'lgan shakli. Endi musannif yandaydi ab ve so'zida. Finnida abati ummati aras vaksir avbta ve minel ya atta ivas. Nidada abati ummati aşkar bulab keldi. Siz abati ve ummeti aşkar araz aşkar bulab keldi. Siz abati ummetini kesri okun, abati ummeti deb ev fatha okun, abata ummete. Ya abati, ya ummeti, ya abata, ya ummete deb mana kesra okun. Ve minel ya'id ta'ivaz ve yadın ta'ivaz elinde. Yadın ta'ivazilindi ki ya abi ya ummiydi. Ya degan harfini dağı taşlandı ya abi ya ummiydi ki. Endi bir şey taşlangan yadın ta'ivazilib abati ummati bulab keladi demekçi. Endi bunun ikki yo'lduruz. Fatha bilan kasra. Endi mutakallimning yası taşlandı. Ta'ut ta'nis taşlangan yadın ivaz süpeti keldirildi. Şundan ya abati oldu. Şu kesrige mebni olan haleti geldi. Ya abati ya ummeti deb. İkincisi ya taşlandı. Ta'ut ta'nis ayallık mutası fatalik haleti ivaz keldirildi. Ucar ya abata ya ummete deb bunda qaraldı. İkincisi yacuz. Şimdi tüvende toxtalmoqchi o'g'limiz asmaun lazamatun nida munada bo'lishni lozim tutgan ismlar davomli munada bo'lib ishlatiladigan munada bo'lmagan holatda iste'mol qilinmayotgan ismlar. Bu haqda musannif bu yerda 3 tane ismni so'zlagan yoki umumisini yığsak bu bir neçe türlü bilinadi.
Üç kısım munada olab işletilgan üç kısım üç türlük üç türünü otur koygan. Bu haqda mındaq deydi. Ve pulu ba'du ma yukhassu bin nida. Lu'manu nevmanu keza ve terada. Fi sabbil unsa veznu ya khabasi vel emru hakeza mines sulasi. Ve şa'a fi sabbil zukuri fu'al. Ve la taqis ve curre pişşi'ri pulu. Nidani lazım tutkan isimler. Hem de nidani lazım tutkan pulu. Nidaga xas kılınıtkan isimlerinin bäzisidir. Pulu diyen mi? Pulu bu hem de mundaq çıkılanlar pulanunun murakham kılıngan şekli, tarihim kılıngan şekli buludu. Nun taşlangan, pula qap qalgan, ilip mi taşlangan, ben nun şoň pulu qap qalganmy deyildi. Lu'manu ve nevmanu muşunun oqşaş munadaga xas kılınıtkan isimler hesaplanır. Ya pulu, ey pelani, ya lu'manu, ey malamet xor, ya nevmanu, ey uykulu degen oqşaş şu xas munadaga xas kılınıp işletildi bu isimler. Ayallarını tıllaşta ya xabasi vezni umumlaştı. Ya xabasi bir ayalını tıllamakçı olsak ya xabasi hey paskana degen oqşaş. Ya pesaqi hey pasik degen oqşaş. Faali vezni bu ayallarını tıllaşta umumlaştı. Şu ayal ya munada olap şeklinde. Vel emru hakaza mines sulasi. Ve emirmu üçeriplik pildin muşundak yasılıdı. Yani faali vezini bilen üçeriplik pilladın emir yasılıdı. Mesela nezeledin nezali. Ya Muhammedu nezali. Muhammed çüşkün inzil meniste. Ya Muhammedu rekabi. Muhammed mingin çıkkın degen oqşaş. Ya Muhammed haraci. Dahali degen oqşaş. Mesela ya Muhammed teraki, Muhammed terket ona degen manada. Ve şa'a fi sabbiz zukur fu'al. Fu'al vezni erlerini tıllaşta meşhur buldu. Demek fu'al vezni mesela ya pusak, hey pasıklar. Ya surak, hey oğru degen oqşaş. Lekin wala taqis. Lekin muşunda kese, Arap tilida muşundaq kese, muşundaq düşünümüz, muşundaq sözleyimiz, lekin qiyas qilishqi bo'lmaydi. Endi biz özümüz çağlab erlarni tilishqa pasaqin tillayimizken, endi yeni bir nima ya navami, ay uyquloq deganga o'xshash, mana tillashda, boshqa erlarni tillashda bu qiyas qilib har qanday tildan chiqarsak bo'lmaydi. Kipqaz shundaq ishlatamiz. Pulu she'rlarda zirv qildi. Asli pulin debke en pulun debke gayri var. Asli munada xas bo'lmay, munadanın gayridimi pulu işiltildi zürt şiirlarda. Yuqorqidan ko'rib olishga bo'ldiki, munada 3 qism bo'ladi. Birisi samai. Munada samai, masalan pulu ya rajulu degan ma'noda, pulatu ya imraatu degan ma'noda, lu'manu ey malamatxo'r, ya nu'manu ey paskesh degan ma'noda, ya nu'man paskesh degan ma'noda, ya nevman ey uyqulu degan ma'noda bunda ishlatiladi. İkinci bir kısmı bittifak kıyasi buludu. Mesela faali vezni bu kıyasi her qanday bildin faali vezni bilen muşundaq ayollarni tillashda faali veznini umumlashib kelgan mush vezni bilan keltirilsa buludu ve sulasi mujarrad pillardan yine mush faali vezni bilan pil emrimu ham yasilib chiqadi. Simple deymiz buni. Üçüncüsü hem de mushu faal vezni bu erlarni tillashda mesela ya gudar deymiz, gadir, ya pusak, pasık manası bilen işiltildi. Bu yani da köp kilidu, tarlap geldi mi şu mu? Naydı umumlaştı ama bunu samai dep qaraymiz bunu. Kas şundaq buludu, lekin bunun layda bunu kengirtilmeydi.
Yani bu şunun qiyas qilinib başqa bir holat keltirilmaydi. Mana bular munadani, xas munada bo'lib ishlatilishni lozim tutgan ismlar. Ana navbatda ko'rmoqchi bo'lganimiz istig'osa. Endi istig'osa degan odatda nima degan bo'ladi? Istig'osa yordam talab qilish. Yordam talab qilish, faryod talab qilish, yordam talab qilish degan ma'noda istig'is. Bu haqda musannif rahimahulloh mundaq deydi. İzestughis ismun munadan khufida billam mabtuhan kaya lal murtada wabtah ma'al ma'tub in karrart ya ve fi siwa zalika bil kasri tiya. Munada bo'lgan ism istig'os qilinsa, munada bo'lgan ism istig'os qilinsa, deganimiz munada bo'lgan ismga yordam talab qilinsa, mustag'is qilinib, fathalik lam bilan bu zir o'qildi. Ya lal murtaza. Ya'ni munada bo'lgan ism istig'os qilindi. Munada bo'lgan ismdan biz yordam talab qildik. Yani bilek bir adamga yordam talab qilgan bo'lsak, şu yordam talab qilinguchi butu, şu munada bo'lgan ism yordam talab qilinguchi bo'lganda fathalik bilan zirqludiki, ya lal murtaza. Ey murtaza, sen mesela ya lal murtaza li Muhammed. Ey murtaza, Muhammed'ga yordam qil. Ya la shurti degan hey saqchi bana yordam qil deganga o'xshash. Mesela ya lan nas dil g'ariq, hey kishilar, ma suv g'ariq qilib ketgan odam uchun yordam qilsanglar degandek. Demek anda istig'os bu nidaning turlaridan bo'lgan bir turi hisoblanadi. Demek qattiq shiddatlikni qutuldiradigan kishini bir mushaqqatdan, japa mushaqqatdan qutuldiradigan bir kishini chaqirsak, bu chaqiruvchi mustig'os bo'ladi. Yoki bir mushaqqat tushishining oldida mushu mushaqqatni chekindirishga yordam qiladigan kishini chaqirgan bo'lsak, mana bu odam mustig'os hisoblanadi. Ama istig'os vassi faqat ya bo'ladi. Hamda vaqta ma'al ma'tub in kararti ya. Agar şu ma'tub bilan istig'os qilganda şu mustig'os ma'tub bilan mushu lam ma'tub bilan fatuqun agar ya ne takrorlab keltirsangiz. Şu lamni, endi beri lam deyishimiz odatda harfi jar bo'lgan lam ning harakati, o'zining harakati asli kasr o'qiladi. Li Muhammad desak lam zir o'qiladi. Li Ahmad, lil kitob degan go'sh. Ammo bu faqat mutakallimning yasi bo'lgan, mutakallimning yasining boshqa zimirlarning hammasida zibar o'qiladi. Masalan, lahu lahuma lahum, laha lahuma lahunna, laka lakuma lakum, laki lakuma lakunna, li lana. Faqat mana li da mutakallimning yasi ning 5 qo'shilgandan bu lam zir o'qilgan bilan uningdan boshqa holatda bu lam harfi jar bo'lgan lamning harakatining o'zi kasr o'qiladi li deb. Lekin shu mustig'osning 5 qo'shilgan chaqda zibar o'qiladi. Mustig'osning 5 kirganda ham bu laqimiyada zibar o'qiladi. 2 dona lam keldi. Shu 2 lamninki mustig'osun lahu bilan mustag'osun bihning o'tirda farq qilish elib berilish uchun mustag'os lahu bilan mustag'osun bihning o'tirda farq qilish. Masalan, ya lal murtaza li Muhammad desak, lal murtaza bilan li Muhammadning murtaza mustag'osun la ekanligini uqtirib olish maqsad qilingan. Yani yardım talep kılınğıcı olan
inin üçün yordam talab qılınğuçunun o'tturusini paq düşkün. Şu ma'tub bilan ullamni pata o'qun, yana takrorlasınız. Ve pisi ve zake bil kesri etiyat. Şunun başqısida kesrini keltiring deydi. Endi onun başqısida kesrini keltiring degan nima degan bo'ladi deganda, şu ma'tub, şu mustag'asqa bir narsa atf qilinganda ya takrorlanmagan bo'lsa, ullamni bu chaqda kesr o'qin. Ya lal murtaza vali Khalid li Muhammad deganga o'xshash. Bu chaqda ey Muhammad, ey Murtaza, ey Khalid Muhammedga yordam beringlar degan ma'no chiqadi aslida. Hamda ustubul istig'osda tin bo'lgan g'araz asli bir nusrat talab qilish, bir yordam talab qilish maqsad qilinadi. Shunga mushu istig'osda din bo'lgan g'araz nusrat talab qilish, yordam talab qilishdan bo'lgan g'araz odatda 3 asosiy rukni bilan vujudga chiqadi. Birincisi cho'qim harfini da qilish, ya'dan iborat harfini ishlatilmaydi. İkincisi mustag'asun bi, onun bilan yordam talab qilinguchi mustag'asun bihtiki. Üçüncüsü mustag'asun lah, onun için yordam talab qilinguchi. Mesela ya lal murtaza li Muhammad desek ya harfini da lal murtaza mustag'asun ya lal murtaza lam hurful jar al murtaza munada mustag'asun bih, inin bilan yordam talab qilinguchi li Muhammad lam hurful jar Muhammad mustag'asun lah bo'ladi. Onun bilan ininga yordam talab qilinguchi deymiz. Shunga mustag'asun bihtiki lam zibar o'qiladi, mustag'asun lahtiki lam zir o'qiladi. Ama mushul nimani takrorlasak, ma'tubda mushu yani takrar tapsak yine mustag'asun bihtiki lam zibar o'qiladi, takrorlanmascha zir o'qiladi. Masalan ya lal murtaza yoki ya lal Khalidi ve ya la Muhammad lal Ahmadi deganga o'xshash. Mesela yoki ya lal alimi veli şairi li Muhammed deganga o'xshash. Ey alim, ey shoir Muhammadga yordam beringlar. Li alim lal ya lal alimi ve ya lal shoiri li Muhammed. Ama ya takrorlanmasa o çağda zir okulsun buldu ki ya lal alimi ve ya lil şairi li Muhammed de bunda kelsi burada. Ve la mustagise aqabat alif ve mislu ismun zu taaccubun ulib. İstiğaz kılıngan mustag'asun bihnin lami alifni izbasar qilib keltiradi. Endi biz bayam mustag'asun bihda lam zibarlik bir lam kelib, bu lam shuni zir o'qitdi dedik. Shu mustag'asun bihdiki lam o'zi tashilinib, uning o'rniga alif ivaz qilib keltiriladigan ahvol bor. Ya alima lil cahil. Ey alim cahilga yordam bas. Asli ya lal alimi lil cahili. Ey alim cahilga yordam bering degan bo'ldi. Ammo a bechki lam tashlanib tashlangan elib ya lamdan elib ivazilinsa ya alima lil cahil deb mishat istig'as qilgan mustag'asun bih bo'lgan narsaning patalik lami tashlanib uning o'rniga ilibni ivaz keltiramiz. Ve misluhu zu taaccubun ulib. Uningga o'xshaydi taaccub igisi bo'lgan ismmi
muşunun o'xshash. Zu taaccubun ulib degan taaccubqa odalinib ketgan, ajabga. Zu taaccubun ulib degan taaccub qilinishqa odalinib ketgan ismlarmi mana shu mustag'asim lahga o'xshash bo'ladi. Bu uslubi taaccubning gapi chiqmoqchi. Endi uslubi taaccub 5 bir chiqqan ma taaccubiya ma af'ala kaza ve af'il bih şeklinden başka bir ma ya bilen gitgan taaccub şekli ma bu. Demek endi mutaaccab minhu ne ininden acablanguchini nido qilish durust mustag'asun bih muomala qilingandek muomala qilinsa bu fathalik lam bilan zirr qilsa bo'ladi demak. Ya lal ajabi vay hayronlik. Ya lal ajabi desek vay hayronlik. Ya lahu vay andın. Ya lal ma vay masuni degan o'xshash. Endi ba'zida endi mushu lam buningdan tashlangan lamdan tashlangan shu lamdan alif ivaz qilib keltirir. Ya lal ajabini o'rniga ya ajaba. Ya acaba deb manda keltirildi. Masalan ya acaba lil aqi voy aqi g'ayrollik degan o'xshash. Masalan ya la cemalil makal voy ma urunning go'zalligine deyin. Ya la cemalil makani ya li sha'bi ya lal ushbi vah ma o'tchopni degan o'xshash mudalatmi keladi. Bu yalal ulama vah ma alimlarni degan o'xshash. Endi buningdan kin ba'zi min bilan kelgan so'zmi keladi agar shulib yalahu min shab degan o'xshash uchoqlarda az-zimirni tafsir qilib berish uchun keladi. Mana bu taaccub timi shu lam patalik lam keladi. Bu taşlanıp ahırda ilip onundan evazenladigan ahval ba demekçi. Ama navbatda biz ko'rmoqchi o'g'limiz nudba. Anda bo'lsa nudba degan nima desa nudba degan al mutafajja alay yoki al mutawajja minhu. Endi nudba degan mutafajja alay ininga ishchag'irtish, uninga vaysirash. Al mutawajja minhu cho uningdan vaysirash. Mutafajja alay uningga ishchag'irtish. Mutavajja minhu uningdan vaysirash. Masalan va zayda desak mutafajja alay zayd ashada. Va zahra desak zahra mutavajja minhu bo'ladi. Chunki zaydga ishchag'irtiladi. Va zahra desak voy dumcha va rasa voy beshimsa dumchisdan yoki beshidan vaysirash shaklinida. Şu nudba muşni ko'rsatdi. Demak, bu yerdagi nudbidan maqsad shu mutafajja alayni munada qilish yoki mutavajja minhu ni munada qilish. Endi nudbidan bo'lgan g'araz nimadir? G'araz bu mandubning ashariki nali qilinguchi bo'lgan mandubning kattaligini oshkorlash, uning ahamiyatini oshkorlash, uning shiddatligini, uningda bo'lgan ahvollarga amal qilishdan ojiz kelganligini uqtirish o'tdi. Shunlashqa bu yerda mutafajja minhu bo'lgan mandub shu ma'rif ism bo'lmasa bo'lmaydi. Bu haqda musannif rahimahulloh mundaq deydi. Malil munada ja'al limandubin ve ma nukkire lem yundab ve la ma ubhima ve yundabul mevsulu billezi iştehar kabir zemzemin yeli vamen heper. Mendubqa munada üçün ispatlangan hükümlerini mendubqa ispatlan.
Munadaga qandaq hükümler berilgen bolsa, mendubga şu hükümni bering. Munada mufrad ma'rif bolsa, zammiga mabni bo'lganga o'xshash, boshqa ishlab turgan narsaga mabni bo'lganga o'xshash, mendub mufrad ma'rif bolsa, zammiga boshqa ishlab turgan narsaga mabni bo'lsin. Munada muzab bolsa, nasb qilganga o'xshash, mendub muzab bo'lgan bolsa, nasb qilsin demakchi. Masalan, va zaydu, ya zaydu, va zaydu, va zayd deganga o'xshash. Va abdallah deganga o'xshash. Ve ma nukkira lam yundab. Nakir isim mendub bo'lmaydi. Ve ma la ubhima. Ve mubham ismu mendub bo'lmaydi. Ve yundabul mevsulu billezi ishtahar. Ve isim mevsulmu asli mendub bo'lmaydi. Lekin meşhur bo'lgan silisi bilan qo'shilib, an isim mevsul mendub bo'ladi. Silisi chuqur meşhurlikni bildirgan bo'lishi kerak. Masalan, bir zamzam va men haparaga yandishib kelgan bir zamzamga o'xshash. Mishalki bir zamzam meşhur bo'lg'achqa va men hapara degan men degan ism mavsul mishada mendub bo'la oladi. Voy mushu zamzam qudug'ini ko'rgan kishi deganga o'xshash. Endi mendubning hukmi nima bo'ladi deganda mendubning hukmi i'robiy jihatdan aytganda mendub agar shu mufrad ma'rif bo'lsa zammiga mabni bo'ldi va umaru deganga o'xshash. Masalan, va umaru desak va harfinida nudba. Umar munada mendub mabni ala dam fi mahalli nasb. Agar mendub muzab bo'lsa va amiral mu'minin deganga o'xshash. Va amiral mu'minin desak, misal va harfinida va nudba amira munada mendub mansub alametin nasbi al-fatha al-mu'minin muzafin ilay mecrur alametil cer al-ya li'annehu cemil mudakkir salim. Demek endi isim anda olsa munada ma'rif isim munada bo'lib, nakir isim munada bo'lmaydi dedik. Nimishqa nudbidin bo'lgan g'araz, mandubdan bo'lgan g'araz i'lam bi azmatil mandub. Mandubning kattiligini oshkorlash, mandubning ahamiyatini oshkorlash, uningdagi mushaqqatga bardoshlik bermaganligini oshkorlash o'g'achqa buning oshkorlash maqsad bo'lg'achqa bu ma'ruf bo'lsa, ma'rifa muayyan bo'lsa, ondan bu payda chiqadi. Nakir ismdan bundaq payda ilan paydani bermagachga shunga va rajula vay er deb demaydi. Ama va zahra desak bo'tu. Esa va zahra va zahri vay mening dumcham demakchi ma'rifa. Va rijla vay mening putam desak bo'ladi. Ama va rajula desak bo'lmaydi. Vay er deganga o'xshash bu kelmaydi. Shunga nakir ism mubtada mandub bo'lmaydi, ism ishorat mubtada mandub bo'lmaydi, va zahra deganga o'xshash. Ama ism mavsul ilqlamdan xoli bo'lgan, ya'ni allaz o'xshash emas, men ve ma o'xshash ism mavsullar mashhur silis bilan qo'shilib mandub bo'la oladi. Endi mandub deymiz, nali qilinguchining oxiriga elif qo'shiladigan, ay sakti qo'shiladigan ahvol ba mushaqda to'xtalamiz. Ve muntahal mandub silhu bil alif ma'luha in kana mislaha huzib. Kaza tenvinul lezi bihi kemal min silatin ev gayra niltel amel. Mandubning oxiriga elifni qo'shang. Elifni tutashtiring. Mesela va zaydun o'xshash, va zayda deganga o'xshash. Endi va zayda desak bo'ladi. Zahrini va zahra deganga o'xshash elifni tutashtirsak bo'ladi. Ma'lu va inkan mislaha huzib. Bu ilipning aşu nudbining ilipinin oldin qaribi oxirining oldin qarib nali qilinayotgan nudbining bir elif qo'shildi dedik.
şu elifning oldin qarib şu ilip o'xshashulab qolsa, shu oldidagi ilip tashlanadi. Masalan, nimaga o'xshaydi desak, Musaga o'xshash. Endi Musa desak oxirgi alif bor. Buning oxirgi ilibni qo'shmoqchi bo'lsak, cho'qim oxirgi nutbining ilibini qo'shashdan burun o'zining asli ilib tashlab o'tilishi kerak. Va Musa deganga o'xshash. Shu ma'luha deganim bo'ldi. Ma qabla al-alif al-mandub. Mandubning ilipining oldin qarib, mandubning ilipiga o'xshash bo'lsa, shu mandubning ilipining oldingi ilip tashlanadi dedik. Kazat tanvinul lazi bihi kamal. Ve mandub uning bilan tuluq bo'lgan narsaning tanvinimi shuningga o'xshaydi. Tanvinimi tashlanadi. Mandub uning bilan tuluq bo'lgan narsa sila mandub ism mavsul mandub bo'lsa, o mandub silasi bilan kamil bo'ladi. Muzaf ism mandub bo'lgan bo'lsa, muzafin ili bilan andin u kamil bo'ladi. Anda bo'lsa mandub kamil bo'lgan narsaning tanvini. Mandub kamil bo'lgan narsa nima? Mandub ism mavsul bo'lsa silasi bilan kamil bo'ldi. Mandub muzaf bo'lsa muzaf bilan kamil bo'ldi. Shuning tanvinini tashlab o'tish lozim. Niltal amal. Shunda qilsangiz siz maqsadga obdan yetasiz. Bu mandub uchun unda bo'lsa 3 xil istimal bor degan bo'ldi. Birinchisi munadani bu mandubqimi munadaning hukmi beriladi. Munadaga qanday hukm berilgan bo'lsa, mandubga shunday hukm beriladi. Ikkinchisi mandubning oxirida bir alif qo'shiladi. Va zaydari nimishqa desa limad saut ovozni suzash uchun bir ilib qo'shiladi. Nimishqa ovozni qo'shibmiz desa, bu noli qilish deganda ovozni so'zmasa maqsad ado topmaydi. Shu va umra va zayda deganga o'xshash. Endi mushi ilib qo'shilash uchun bu ilibning oldin ilib bo'lsa Musaga o'xshash, bu ilib tashlanadi. Agar silisning oxirida tanvin bo'lib qolgan bo'lsa, muzafilining oxirida tanvin bo'lib qolgan bo'lsa, bu tanvinmi tashlanadi. Masalan, va man hafra bi'r zamzamni bi'r zamzama deganga o'xshash. Va g'ulama Muhammadin de, va g'ulama Muhammadin, voy Muhammadning xizmatchisidik, va g'ulamu Muhammada deganga o'xshash tanvin Muhammaddan tanvin tashlandi ana shada. Uchinchisi, uning oxiriga alifdan keyin hay sakta qo'shiladi. Bu hay saktining gapi makin kebaytdi ba, masalan ma wa waqifan zid ha saktin in turid va in tasha fal madd wal ha la tazid deb kin chiqadi hay sakta qo'shiladi. Endi oxirgi shu mandubning oxiri ilib qo'shib beramiz dedik. Endi ilib qo'shib bersak bo'tgan. Lekin ilib qo'shib bersak bo'lgan bilan ba'zi chaqda ilib qo'shib bersak mushkul paydo bo'lgan ahvol bor. Masalan, va g'ulamahu, voy uning xizmatchisi, va g'ulamaki, voy sizning xizmatchingiz deganga o'xshashlarga ilibni qo'shsaqchu. Va g'ulamahu ilibni qo'shsak oxirida va g'ulamahu buning oxiri ilibni qo'shsak va g'ulama va g'ulamaha va g'ulamaha bo'lsa voy u xinimning xizmatchisi bo'lib qolgan bilan muzakkar bilan muannisi o'xshib qoladi bu yerda. Va g'ulamaki desak, voy sizning xizmatchingiz desak, bu ilibni qo'shsak, ilib oldingiz bir bo'lishini talab qildi. Shundan va g'ulamaka bo'lib qoladi. Voy sizningki xizmatching deb muannas bilan muzakkar o'xshib qoladi. G'ulamahuda g'oyib bilan muxatab, g'oyib bilan g'oyiba. Yani muzakkar bilan muannas shikilda elishib qilish paydo bo'lib qoladi. Mushundaq mushkul paydo bo'lganda qanday qilamiz desa, va g'ulamahuga voni qo'shib va g'ulamahu deymiz. G'ulamakaga va g'ulamaki deymiz. Çünkü bu vaqtda musannif bunday deydi. Va shakla hatman awlihi mujanisa iyakunul fatu bi wahmin labisa. Mushkiliga munasib bo'lgan harfni cho'qim yondashtirib keltiring.
ve şekle hatmen evlihi mucanise. Müşkülü bulap qağınıga, qazı müşkülüge, mendubның ahırga ilip koysak bir müşkülat payda etken. Şu müşkülü bulap qağan, başqısına oqşap qilishdan ibaret bir müşkülü çıkılı, gayrıga oqşap qilishdan ibaret müşkülü payda olduğunuga keskin aletde münasip boğan harfini keltirip mucanise nenge şununga münasip boğan. Eğer petha vahmini payda qilib qo'y, eğer petha bir vahmini payda qilsa, qazı petha desiniz çünkü alifin mendubning alifinin aldın qarib zibar o'qilmasa olmaydi. Biz böyle isim nalıqlanganda mesela ya Zeyd va Zeyduni ilip qo'shilganda va Zeyda dedik. Mendubning ilibini qo'shdik. İlibning sababidan dalning harakati bo'lgan zamma fathaga o'tkazgan ku. Shu fatha bir xil vahmi paydo qilib qo'ysa, u chaqda uni fatha holatiga o'zgartmay zamma ya kasr bo'lib qolsa, biz uni u chaqda shu mushkuli paydo bo'ldi deymiz, unga munosib bo'lgan harfini keltirib bersak bo'ladi. Masalan, g'ulamahu, g'ulamahudagi hu zimirining oxiriga ha'ni qo'shganda va g'ulamaha demasa qo'ymaydi. Alif aldining zibar bo'lishini talab qilgan ekan fathaga o'zgartirib turibmiz. G'ulamakining oxiri ilibni qo'ysak va g'ulamika degan bo'lmaydi. Shunga ilibning oldini zibar qilsak va g'ulamaka o'tdi. Mushunda qilib qo'ysak bir vahmi paydo bo'lib qoldiki, bu vahmi nima desa, muzakkar va muannasning ilişip qilishdan ibarat vahm paydo o'tdi. Mushunda munosib harakatini bering deydi. Anda bo'lsa g'ulamahuda ya va g'ulamahu endi asli g'ulamahu de. Endi va g'ulamahu g'ulamaki de. Va g'ulamaki deb g'ulamaki janadan paydo bo'ldisin. Kap g'ulamakidagi kap ayollikning kepida o zimirde. Üzünün yağını talep kıttı. Zırh münasibi yağ dep, şun gulameki dep, ilip nekemi yağ nekip bədük. Gulamehu da peşk münasibi vo dep, elip nekemi vo nekip bədük, gulamehu buldu. Muşun demekçi. Ve vaqiben zitha sektin inturit ve inteşa pel medde vel ha la tezid. Muşu mendup da to'xtagan holatda xolisiniz hay saktini to'xtashning hasini ziyoda qiling. Agar xolisiniz bu faqat matnilam qo'shsangiz, alifnilam qo'shsangiz bo'ladi. Hay saktini akamisini hay saktini qo'shmang. Intishit tasha pal mad degan gap xolisiniz matnilam lozim tuting, alifnilam ha ni ziyoda qilib qo'shmang deydi. Masalan va Zeydan onuğa va Zeydah deb to'xtaganda va Zeydah deymiz. Va Umara deymiz. Şu hani qo'shmaysizmi bo'ladi xolisiniz. Va Zeyda va Umara deb mat bilan tugatsak bo'ldi. Oxirini il bilan suzash bilan tamam tugatsak bo'ladi demakchi. Va qa'ilun va abdiya va abda manfin nida menfin nedalya za sukunin ebda. Nidada munada mutakallimning yasga muzab bo'lgan munadada yani sukunluq holatda oshkorlagan kishi mendubda va abdiya va abda deydir. Şimdi biz bayan dedik, 5 xil dedik. Mesela abdi sözünü mesela alsak, ya abdi, ya abdi, ya abda, ya abda, ya abdiya. 5 xil bo'lgan. Şu endi yani sukunluq holatda nidada oshkorlagan kishiligimiz ya abdi demekçi. Ya abdi deganga o'xshash mujna bo'lganda, buni endi abdini munada qilmoqchi bo'lsak, ya abdiya va abdiya yoki va abda deb mundaq shu mandub qilamiz, noli qilinguchi qilamiz demakchi. Bu endi mutakallimning yasi pata o'qiladi,
mendupning ilipiga munosib bo'lish uchun shu va abdiya deymiz. Asa va abdi de. Ya abdi yani unda o keldi. Asa ya abdi de. Va abdi bo'lgan ki voy mening qulim bo'lsa, hozir va abdiya deymiz. Shu mendupning ilipiga munosib ilipiga munosib kelsin mutakallim yasin fatavi qo'ymiz. Va abdiya bo'ladi. İkinci mutakallimning yasi tashlab o'tib va abda deymiz. Nima ish qarasa mutakallimning yasini tashlab o'tibmiz iltiqoi sakinayn. Asli va abdi desak mutakallimning yasi bir sukun, alif mandubning ilifi bir sukun iltiqoi sakinayn baynal ya vel ilif. Ya bilan ilifning o'tirishi ikki sukun uchqishib qolgan deb yani tashlab o'tibmiz mutakallimning yasidan shundan va abda qolib qoladi. Va abda. Mana mushkil holatda nido qilinadi demakchi. Shuning bilan bizningki mushu mandub haqidagi darsimiz shunga bilan oxirlashdi. Keyingi darsimiz tarhim mushu munodalarni qisqartish haqida bo'ladi. Bugungi darsimiz shunga oxirlashdi. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.